Instagram yurg'izayotganimda tanishlarim ko'rib qolar edi, ko'chada bloger bo'lib ketibsanmi, to'g'ri gapiryapsanmi, nazari past ma'noda gapirishar edi. Lekin hozirgi kunga kelib Allohga shukr, sizlar sababchi. O'zi yaqin insonlardan emas, begona insondan kutish kerak ekan, ruchat qilar ekanda, поддержка qildinglar. Rahmat kattakon sizlarga. Lekin o'sha eski tanishlarim даже kommentariy kirib yozmasdi ham, like ham bosmasdi, istoriyani ko'radi, bo'ldi. Kabutani so'qov ko'r odamda, lekin ko'rib turasiz ularning profilini. To'g'risini aytaman, hozirgi paytda 80 mingtaga chiqamiz, ular sizlar orqali bo'ldi. Vashingtonga nega ketyapsiz? Qo'shma Shtatlar prezidenti bilan uchrashgani. Nega? Do'stingizmi u? Yo'q, do'stim emas. Yo'q. Unga aytadigan gapim bor.